yaxshi test yechgan bilan nima deydi, u oliy toifa bo'lib qolmaydi. Juda ham ko'plab o'qituvchilar mana o'sha videolarim izohlarida yozishadi. Attestatsiya bu malaka toifasi, bu umuman olganda bizga kerak emas deyishadi-da. Bu attestatsiya, bu malaka toifasi bizani ta'lim tizimini rivojiga qanaqadir hissasini qo'shadimi? Umuman olganda bizga kerakmi shu narsa? Harbiy struktura bor. Harbiy strukturada yoki ichki ishlar tizimida oddiy askar, serjant, katta serjant, leytenant va hokazo pagonlar yig'iladi. Xuddi shu o'rinda o'qituvchilarning ham o'zini qaysidir ma'noda pagoni kerak. Ya'ni bitta o'qituvchi o'zini qay darajada o'sganini bilishi kerak. Ya'ni askar bir umr askar bo'lib yurish kerak emas. Yoki serjant bir umr serjant bo'lish kerak emas deganda, o'qituvchi ham bir umr 10 yillik, 5 yillik, 20 yillik, 50 yillik faoliyatida faqat oddiy o'qituvchi bo'lib yurish kerak emas. Lekin attestatsiyani tashkil qilishni bitta qarab ko'rishimiz kerak degan fikrdaman. Aytmoqchi bo'lganim, bu qaysidir ma'noda kerak emas narsa deb o'ylashimiz mumkin, lekin aslida ustozlar uchun kerak, lekin tashkil qilish nima deydi, amalga oshirish mexanizmini ko'rib chiqishimiz kerak. Hozir aksariyat ustozlarimiz men attestatsiyadan o'tishim kerak, men demak toifa olishim kerak deb faqat bittasiga tayyorgarlik ko'radi. Testga. Bu aynan shu joyi bizni og'riqli nuqtamiz deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Bu bizdagi kamchilik. Men taklif qilgan bo'lardim, attestatsiyani topshirish an'anasini o'zgartirishimiz kerak. Faqat yaxshi test yechgan bilan nima deydi, u oliy toifa bo'lib qolmaydi. 20 yil ta'lim bergan ustoz, 20 yil maktabda ta'lim bergan ustoz u bolani nafas olishi, ko'z qarashi, o'tirish turishi, sochini taraganidan ko'rib kayfiyatini bila oladi.